Nima? Qopqoqli uyga boring. Farg'onaga. Farg'ona bo'lsa Farg'onada. Akamni bir amallab ko'ndirib, Farg'onaga ham yo'lga tushib oldik. Qornimiz ochidi, sevimli lavashga kirib ovqatlanib oldik va o'zimiz bilan pitsalar ham oldik. Farg'ona juda uzoq ekan. 2,5 soat yurdik va nihoyat yetib ham keldik. Voy, chiroyliligini. Do'stlar, sizlar so'radinglar, mana men keldim. Uyi qarang, chiroyliligini. Wow. Cola, Sprite, oddiy suv. Bu chiroyga bitta like bosmasanglar bo'lmaydi. Aka, men ham bitta qilib ko'rsam bo'ladimi? Mashinami? Ana, chiroyli bo'lib qoldi. Mahallalarda bolajonlar juda ham ko'p ekan. Shuning uchun olib kelgan pitsamizdan ularga ham berdik. Xursand bo'lib yeb olishdi. Do'stlar, Namangandan Farg'onagacha keldim. Do'stlar, bu videoga bitta like bosib, keyingi videoda nima qilib berishimni yozib boring.